Minecraft, lekin men qaragan blok qo'limda paydo bo'ladi. Qancha ko'p qarasam, shuncha ko'p blokka ega bo'laman va bu barcha bloklar bilan xuddi shunday ishlaydi. Bizning asosiy maqsadimiz esa ajdarxoni mag'lub etish. Bu qo'limizdan keladimi, yo'qmi bilib olish uchun albatta videoni oxirigacha ko'ring. Agar shunga o'xshash videolardan ko'proq ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. His qilyapman, bugun bizni juda ham zo'r sayohat kutib turibdi. To'g'rimi? Bir nima deyish qiyin. Sen bilan bo'lgan sayohatlar odatda xavfli, qo'rqinchli va dahshatli bo'ladi. Bu yerda esa qara gulayapmiz-ku, mana gul keksa. Men ham super qobiliyatni tekshirib ko'raychi. Mana daraxt paydo bo'ldi. Cheksiz daraxt shunchaki qarashning o'zi kifoya. Faqat keraksiz narsalar ham ko'payib ketyapti. Bo'lmasanchi, buncha doli urasan, pachoqmisan sen? Nolayotganim yo'q. Ana bu yerda qishloq qoldim. Hoziroq mana bu narsalarni tashlab qishloqqa otlanishimiz kerak. Adashib qolsang bo'ri yeb ketadi. Shuning uchun orqamdan yur. Fiksay meni kechir, lekin inventar to'lib ketyapti. Mana, men ko'rmoqchi bo'lgan narsa samon. Endi bizda aniq ovqat bilan muammo bo'lmaydi. Soniyalarda bir stak samon. Ochlikdan o'lmasligimiz aniq. Faqat mana bu narsani olib bo'lmas ekan. Ramas ekanda? Nonni yasaymiz. Toshim yo'q ekan, kirka yasamoqchi edim. Axir shu ham muammomi endi? Sen jonga tegding, qaragan blok qo'lingda paydo bo'lishini hamma bildi. Hayot qanchalik qulay bo'lganini tushunmayapsan-da. Mana bu versakni ham boshqa yasashga to'g'ri kelmaydi endi. Sen undan ko'ra eshit. Odam yugurmasa ham bu vaqt unga yetib bo'ladi. Yur, temirmi? Nimadir topish kerak. Bir dona topsak ham yetadi. Buni qara. Bilasanmi bu nima degani? Bizda juda ham ko'p zumrad bo'ladi degani. Kovla. Oxirgisi va 9 ta bo'ldi. Endi zumrad blok yasaydigan vaqt keldi. Biz boymiz. Bunisi aniq zumradlar. Juda ham ko'p zumradlar. Mana temir ham topildi. Endi shu taktikani qaytaramiz. Qiziq, agar mana bu blok ko'mirni pechkada ko'mirda yoqsak nima bo'ladi? Ko'mir? Nima olmos kutdingmi? Temir odamga aylanish vaqti yetib keldi. Mana u. Temir. O'zi nimaga bu yerda temirdan bino quryapmiz? Nega endi yo'q, quryapmiz-da endi. Temirdan hamma narsa yasadik. Endi tavakkolish topish qoldi. Xo'sh, bu men o'ylagandan oson bo'ldi. Nazarga olg'a. Aytgancha men speedrunnerlarga o'xshab portal qurishni o'rgandim. Hozir senga o'rgataman, faqat suv yo'q ekan, suv berib tur. Dunyoning 70%ni suv bosib yotibdi. Sen bo'lsa suv topa olmasang, pachoq. Yo'q, nimalar qilding? Hammaylar shu ham yetib qolish kerak. Faqat bir marta tushuntiraman, tushunib oladi. Xo'sh, mana shunday blokni o'rnatib suvni qo'yamiz. Endi esa blokni sindiramiz. Ajoyib yaxshi ketyapti. Atrofni sal tozalab olamiz. 2 ta blok bu yerga, bunisi ortiqcha olib tashlaymiz. Bu yerga esa 3 ta blokni bunday qo'yamiz va 4-inchisi mana bunday. Ajoyib, hozircha hammasi dahshatli ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Lekin agar mana bu yerga suvni quyadigan bo'lsak, umid qilamanki adashmayapman, suv hech qayerga oqib ketmadi. Endi esa shunchaki portalni qurish qoldi. 2 daqiqa ketar-ketmas mana bizda portal bor. Men shu narsani tezroq qurardim. Yondirgalka yasab, nezirga otlanish vaqti yetib keldi. Portalni o'zi men qurishim kerak edi. Omadsiz bo'lasan-da. Hech bo'lmasa qurilish bloki tugamasligi xursand qilyapti. Aytgancha portalni nima qilamiz? Bu yerga qaytib kelamizmi? Yoki qaragan blok qo'lda paydo bo'ladigan axir esdan chiqibdi. Inventarda stak obsidian bor ekan. Aytmoqchi edim, ustamani o'rgatib eslataymi degandim. Ustaman yo'yaman degan ekan, mayli bacha o'zini ko'rsatsin dedim. Aytgancha bu yerda oltin bor-ku. Menimcha Elon Muskga raqobatchilar paydo bo'ladi hozir. Kuxumlarni olib quymalarni olib, nima uchun boshqa versakka o'tdim? Bu blokka aylantiramiz. Tadam, endi bizda oltin ham cheksiz. Bemalol oltin oyoq kiyim ham yasab olsak bo'ladi. Qo'rq, mayli men ham yasayman. Xo'sh, oltin cheksiz. Bu degani endi marvaridlar muammo emas. Bizga faqat yana qizil qal'a topish qoldi. Marvaridlarni shunchaki savdolashib olamiz. Menimcha gaz uchun bu yerdan boshqa omadsiz joyda paydo bo'lishning iloji yo'q. Gap eshakka yo'q. Nimaga meni urasan? Pachoq. Fireballni men qaytarmoqchi edim. Axir bu yana qancha davom etishi mumkin? Biz qancha vaqt qidiramiz yana qizil qal'ani? Kel, yaxshisi birinchi marvaridlarni hal qilamiz cho'chqalar bilan. Ularga cheksiz oltin uloqtir. Nega buncha kam uloqtirasan? Ko'p deyapman. Mana ko'p bo'lsa ko'p-u, oldilariga 9 ta oltin blokni maydalab tashlayman. Hech qaysi cho'chqaysiz o'tirmasin, hamma savdolashishga olg'a. Yo'q, oltin bloklar emas. 1 hour later. Axir yana qancha kutish mumkin? Marvarid bersanglar-chi. Mana 16 ta. Bo'ldi, tamom, bizda hamma narsa bor. Qizil qal'a qidiruvni davom ettirsak bo'ladi. Qayerdasan? Aytgancha men yana bir gala olovga qarshi damlama olib oldim, har ehtimolga qarshi. Asqotsa kerak. Bo'ydim.
yo'qda, bo'ynim yo'q. Va, belim bo'g'rida. Bo'ldi, ketdik. Montaj kuchi allaqachon qal'aga ham yetib keldik. Allaqachon deydi. Yo'lda sal qolsa, kankilarimni uloqtirardim roliklarga qo'shib. Kangi, rolik, nimalar deyapsan? Hech o'ylamagandim bu spamderni topish shunchalik qiyin bo'lishini. Qachon qarama, hech o'ylamagandim deysan. Nega deb o'ylardim. Menimcha tushundim shekilli. Shunchaki sen umuman o'ylamaysan. Buni qara, olmos. Faqat bir blok ketmaydi-da, bo'lmasa ko'paytirsak bo'lardi. Bo'ldi, jangga kirishish vaqti yetib keldi. Va meni oldimga kelyapsan, yaxshi. Bu yerda ikkita spamder bor ekan. Ikkita yonma-yon, ajoyib-ku. Tayoqchalar sekin-astalik bilan yig'ilyapti. Aytgancha biz spamderni olamiz, agar shunday bo'lsa, bu shunchaki super bo'lardi. Yo'q, ola olmas ekanmiz, afsus. Bu yaramas ajdarga ko'rsatib qo'yadigan vaqt yetib keldi. Tezroq portalni qur. Quryapman, vahima qilmasang-chi. Mana ulkan portal quryapman kerak bo'lsa. Mana bunday bo'ldi. Verstakli devor 2000 bizni to'xtata olmaysizlar. Kamonni o'zimiz yasay olamiz. O'q boyal to'plandi savdolashganimizda. Bizga hattoki zumradlar asqotmadi. Ming afsus. Yaxshiyam suv osti koni chiqdi. Yo'qsa million yil chiqardik bu yerdan. Muhim o'lib qolmang. Ko'zlarini yasaymiz, yo'nalishni aniqlaymiz. Va yo'lga otlanamiz. Triklar bormi? Yo'q, adashib lavaga tushib ketdim. Endi o'laman. Bizni loq deb o'ylaydi bular. Bugun ajdarni portlatib yuboramiz yotoqlar bilan. Portalni aktivlashtirdim. Yo'q, Umid qilamanki, ajdarxonni yo'q qilish qo'limizdan keladi. Hattoki o'tirib turib ham qura olaman. Qishloqda ustunoqqa hayron qolsam. Sirli taktika uchmay Ender marvarra. Qani men ham sirli uslubingdan foydalanib ko'ray-chi? Marvaratni otamiz, blokni qo'yishga ulgurish kerak. Uddaladim. Shogird ustozdan o'tmasa hisobmas. Portlashni davom ettiramiz, muhim bo'lib qolmaslik. Yana bittasi tayyor. Faqat panjara lililar qoldi. Yap. Tilini chaynavordingmi? Seni dastingdan bitta katta xato etishga qo'rqasan. Mana portlasang-chi va nihoyat. Men boshlarni hozir kosmosga uchirib yuboraman, ikkitagina jon. Obsidianni taxminan mana bunday qo'yardi. Pachog'ala yoyib berdi-ku. Xo'sh, yotoqlarni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz, nusxalash uchun ikkitasini. Bo'ldi, endi jangga otlanish vaqti yetib keldi. Enderman, senga nima kerak mendan? Xo'sh, hitboxlar yo'qolgan, shunchaki ajdarni portlatib yuborish qoldi. Qani, yana ozgina joni qoldi. Qani, bir ikkita. Ozgina joni qoldi, bo'lishi mumkin emas. Mendan hech qachon hech qanday speedrunner chiqmaydi. Qilich bilan bo'lsa ham ajalingni kutib ol. Yana bir ajdar mag'lub bo'ldi. Ajdarni ham yutdik, lekin sen mana bunday qasiga tayyormisan? To'xta. Jonim ketmadi. Do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'ling. Milliontagacha juda ham oz qoldi. Biz esa portalga sakraymiz faqat. Men portaldan o'tdim.